Ka'ba-i Muazzamani qo'llari bilan tavof qilib chiqqan inson haqida eshitganmisiz? G'anim al-Muftah u oyoqsiz tug'ilgan bo'lishiga qaramay 2023-yilda u qo'llarida emaklab Ka'bani aylanib ziyorat qilgan va hech qanday aravacha va hech qanday yordamsiz. Eng qiziqarlisi, G'anim al-Muftah ushbu ziyorati bilan emas, 2022-yilda Qatarda bo'lib o'tgan jahon chempionatida so'zlagan nutqi orqali dunyo hamjamiyatining yodida qolgan. U mashhur motivator va eng ko'p yordam qo'lini cho'zgan fondlar rahbari sifatida e'tirof etiladi. G'anim 2017-yilda 15 yoshida Qatarda eng yosh tadbirkor sifatida Garissa Ice Cream nomli muzqaymoq brendiga asos soladi. Ushbu videoda esa Falastinga yuborgan yordami aks ettirilgan. Ya'ni u inson shunchaki motivator emas, balki haqiqiy sog'lom shaxsiyatga ega zamonamiz qahramonlaridandir. Nogironlikka duch kelganiga qaramay ijtimoiylashish, tadbirkorlik, sport va xayriya faoliyati orqali butun dunyo uchun ilhom manbai bo'lgan irodali shaxs sifatida qaraladi. U nogironlar huquqlari va rahbarlik haqida jahon miqyosida fikr almashadi. Endi aytingchi, o'zingizni hali ham imkoni yo'q inson sifatida bilasizmi?